Qoyil, kichkinagina uchastkada 16 ta kolonna ko'tarilibdi o'rtoqlar. Qoyilmisizlar? Mana shu ko'rayotgan xonadoninglarni 11 ga 21 joyga qurib qo'yishgan akalarimiz kerak bo'lsa o'rtoqlar 10 sotuvli xonadonlarda qilinmagan sharoitlar mana shu 2-3 sotuvli hovlida qilib qo'yilgan ekan. 5 ta xonasi bor, yashin maydon desanglar bor, navesli darvozaxona desanglar bor, podval desanglar podval, hovlida hojatxona desanglar bor. Hamma sharoitlari qilingan yonma-yon qurilgan hovllarimiz sotuvga qo'yilibdi. Toshkent tumani Keles Fozilov yo'lidamiz va enichas orientir bo'lyapti. 2-3 sotuvda qurilgan mana bu xonadonimizning ichkarilarini shunaqangi hashamatli qilib qurib yuborishibdi. Akamizning dizaynlariga va didlariga umuman 5 ketdim lekin. Bino ichiga kirishimiz bilan wow effektini beruvchi noodatiy neoklassik uslubidagi dizayn. Qaranglar. To'qillariga ishlatilgan mana bunaqangi noodatiy ranglar 2 xil kombinatsiya qilingan. Hamma joyda ham bunaqa narsalarni ko'rolmaysizlar. Avtorskiy proyekt asosida qilingan ekan. Narxlari o'rtoqlar shunaqangi zo'r narxlar qilib berishyapti. Olgan odam baraka topadi. MDF eshiklarni o'ziga 2,5 ming dollar ketgan ekan. Mana bunaqangi mehmonxonani ko'ryapsizlar. Burchakda joylashganligini plyus tomoni ikki tomonlamaga mana shunaqangi oynalar qo'yib yuborasizlar, yorug'gina bo'ladi xonalar. Atchentori mana shunaqangi mehmonxona bo'lyapti. Keldi, qarindoshlarni mana shu xonaga bemalol olib kiraverasizlar. Havo aylanishi zo'r, kerak bo'lsa konditsioner ham qo'yish shart emas-da. Mana bu mehmonxonamizni qaranglar. Noodatiy patologlari yorib turibdi-da. Oshxona mebelni qo'yasanglar bo'ldi. Ikkitadan oynalari issiq pol va radiatorlar asosida isitilar. Mashalloh. Bu dizaynlarni ko'rib ko'zing quvnaydi, o'rtoqlar. Qaranglar. Shunaqangi chiroyli hovli, lekin bitta kamchiligi bor. Kim topa oladi, deylarchi? Topganlar yozib qoldinglar. Bu tomonda bitta yotoqxonamiz bor. Mana shunaqangi bo'yli ta'mirdan chiqarilgan. Ikki tomonlama burchaklariga rozetkalar qo'yilgan. Qaranglar, agar mana shu xonadonni sotib olsanglar, oilada necha kishisizlar? Qaysi xonani o'zingizlarga tanlagan bo'lardinglar? Qaranglar, bir-biridan chiroyli xonalar. Bu tomonda umumiy sanuzelimiz bo'lyapti, vannalarigacha o'rnatib qo'yilgan. Birinchi yotoqxonamizga marhamat qilasizlar mana. Bismillahirrohmanirrohim. Qaranglar, yorug'gina xonalar bo'lyapti. Patologlar yonib turibdi. Yorqin ranglardan foydalanilgan dizayn o'rtoqlar. 99,900 ga so'rashyapti mana shu xonadonimizni. Kelib joyida savdosini qilib, barakasini qilib ketaverasizlar egalari tomonidan. Reklama qilyapmiz. To'g'risi o'rtoqlar, issiq polni ko'pchilik yoqtirmasligi mumkin, lekin qish kunida joningizga aro kirar ekanda, bor-ku. Shunaqangi issiq tutadi hovlingizni, uyingizni, joyingizni. Bekam ko'z mazza qilib u yoqdan bu yoqqa farzandlaringiz yugurib yurar ekan. Bu tomonda farzandingizga yotoqxona qilib berilgan. Yana bitta bu yoqda yotoqxonalarimiz ham bor. O'zining ichida sanuzellarigacha qilingan. Zamonaviy yevro sharoitlar o'rtoqlar. Oilangiz bilan mazza qilib sharoitlarda yashab bersangiz bo'ldi, bunaqangi xonadonlarda. Yaxshi niyatda like bosib qo'yinglar. Agar siz ham uyingizni, joyingizni, kvartirangizni reklamaga qo'ymoqchi bo'lsangiz, Ibozor TV, Telegram, Instagram, YouTube hamma platformalarda bormiz. Chiroyli qilib reklama qilib beramiz, o'zimiz borib syomka qilib beramiz. 33 581 34 34 raqamiga telefon qilsangiz, o'zimiz chiroyli qilib, montaj qilib, obzor qilib beramiz. Demak, hovlisiga qaytdik. Endi podval qismlarini ham ko'rsatib beramiz. Maktab, bog'cha, marketlar yaqin joyda, gaz, svet, suv hamma sharoitlari bor. Kelib bitta ko'ringlar. Yonma-yon qurilgan hovli, aytib o'tilganda kolonnalari ham, devorlari ham bir-biriga ulanmagan, alohida qurilgan ekan. Pishgan g'ishtdan qurilgan binolar, xudo xolasa qurilishida muammo yo'q deyishdi. Aytib o'tganimdek 16 ta kolonnasi bor. Podval qismlariga ega 99,900 ga arziydimi yo'qmi? Arzisa plyus, arzimasa minus qilib izohladi. Fikringizni qoldiringlar. Agar siz bundan ham arzon hovli joy qidirayotgan bo'lsangiz, siz uchun ro'yxat tayyorlab qo'ydik. 50 ming dollardan 100 ming dollargacha bo'lgan uylarning ro'yxati Ibozor TV.uz saytimizda pastdagi havola silka orqali kirib bemalol ko'rishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qish kunida sovqotmasdan, kasal bo'lmasdan yaxshi o'tkazib olinglar. Sog' bo'linglar o'rtoqlar.